bir kunda bir xil vaqtda ikkita oq bir xil Damas olib qo'yganmiz. Ikkovsini ham aybi bir xil kasallik bilan kelgan. Hozirda sizlarga tanishtirib o'tamiz. Birinchi Damasimiz akalar. Radiatorda ichini qaranglar. Qaymoq rang bo'lib qo'ygan bu. Yalovchalarni ketib olganmiz. Yalovcha birakatga kuymagan. Yog' suv yotib ketgan, antifriz yotib ketgan. Birinchi Damasimiz. Bu mashinamiz, ikkinchi Damasimiz. Mashinani ham xuddi shunaqa kasallik. Ichidan qaranglar. Qaymoq rang bo'lib qo'ygan. Bunda ham yalovchalarni ketib olganmiz mashinamiz ham. Bu mashinani ham yog'i suv yo'lga ketgan, antifrizga shunaqa qaymoq rang bo'lib ketadi. Yog' suv ketganlik ketsa. Birinchi Damasimizni yalovchalarni tayyorlab olganmiz. Ko'rishdan mumkin chiroyli holatda. Yog' chiqarilyapti. Bu ikkinchi Damasimiz yalovchasi. Ikkovsini ham yalovcha brakatchalari kuymagan. Nimadan yog' suv ketganligiga o'tib ketgan, yoki bo'tan o'tib ketgan desalaring. Shu rasvitalda edi. 3 zagruzkasi bo'ladi. 3 zagruzkalar tekshirib qo'ygan. Yog' suv ketganligiga o'tib shunaqa bo'tanlar bo'lgan. Qizib dachig ko'tarib olgan. Hozirda uni chiroyli qilib to'kirli zagruzkalardan qo'yib beryapmiz. Ikki mashinamizga ham chiroyli qilib chizib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy avtoservisga murojaat qilasizlar. Shunday sifatli alohida chizib beramiz. Profilga obuna bo'lishni unutmanglar. Joyinglar sog' bo'lsin.